Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sog'siz, tinchsiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Mana bitta olib kelyapmiz sizda yana. Rahmat. Salomatmisizlar? Rahmat. Huzur kech bo'lganda bezda qildik sizlarni. Opa, bu mahsulotni ilgari ham olgan ekansiz. Olganmiz. Buni farzandingizga olib berishingizdan oldin farzandingizda nima muammolar bor edi? Avvalambor rahmat Itoy kompaniyasiga. Mahsulotni olishimizdan oldin bolam farzandimizda kechqurun tishlang'ich iratardi, og'zidan so'lak oqardi, ishtahalari yo'q edi. Bu mahsulotni olganimizdan keyin o'zgarishlar yaxshi bo'ldi. Tunda yaxshi uxlashadi, ishtahalari yaxshi bo'ldi, uyqulari yaxshi, ishtahalari ochilib o'ynab yurishibdi. Rahmat Itoy kompaniyasiga. Opa, buni qayerdan kim sizlarga tavsiya qildi? Qayerdan? Buni internetdan ko'rib biz zakaz qildik. Qizlar aloqaga chiqishib, nima qilishdi, tavsiya qilishdi, yetkazib olib kelib berishdi eshigimizgacha. Keyin olib ichiryapmiz bolalarga, natijalari bo'lyapti yaxshi. Zo'r. Yaxshi. Opa, mana effekt ko'rgan odam sifatida yaqinlaringizga, O'zbekiston ahliga bizning mahsulotimizni nima deb tavsiya qilgan bo'lardingiz? Endi ishonarli ekan, o'zim ichirib ko'ryapman natijasini. Yaxshi, olib ichirishsin, tavsiya qilamiz.